tengligida xalqaro amaliyotni butun dunyo bo'yicha bir xil qilib bo'lmaydi. Gender stereotiplari butun dunyoda bir xil bo'lishi kerak. Bu juda noto'g'ri qarash. Gender bu tenglik, gender bu imkoniyat. Jamiyatda, iqtisodiyotda, rahbarlik lavozimlarida yoki rivojlanishda berilgan imkoniyatlardan teng foydalanish degan. To'g'ri yo'nalishda boshlagan gender bo'yicha ayrim qarashlarimizni noto'g'ri yetkazish kabi masalalar ham bo'lyapti. Hali ham ayol xodimlar ish so'rab kelganda ertaga uni tug'ruq ta'tili bor yoki bolasining kasal bo'lishi bor yoki u kechgacha o'tira olmaydi degan qarashlar bilan biz ayollarni rad etamiz. Rahbar qaysi xodimni qabul qilishni uni imkoniyatidan, salohiyatidan kelib chiqib baholash kerak. Ya'ni u ayol yoki erkak bo'lganligi uchun emas. Ya'ni tenglik bor joyda hech qachon nizo bo'lmaydi. Nizo bo'lmagan jamiyat esa tezroq rivojlanadi.